Qarabekova Hulkar Lutfullayevna 17 yillik stajga ega akusher-ginekolog, reproduktolog, integrativ vrach. Ayollar salomatligi, bepushtlikni davolash va eko bo'yicha yuqori malakali mutaxassis bilan O'zbekistondagi aholi orasida bo'layotgan eng dolzarb masalalar bo'yicha muloqot qilamiz. Hozir kelinimiz homiladordilar, uni manchigan dorilarni ichsalar bo'ladimi? Esdan chiqib ketar ekan. Qanchalik bundan oldin bepushtlikni davolagani, qancha yig'laganlari esdan chiqib ketar ekan. Ovulyatsiyada har oy yetilib yorilishi kerak, keyin hayz kelishi kerak 2 haftadan keyin. Shu jarayonlar buziladi. Semizlik bor qizlarda odatda muammo bo'ladi. O'g'il bolalarda ham shu gormonal buzilishlar, testosteronning vaqtida yaxshi ishlab chiqarmasligi kuzatilyapti. Maktab yoshidagi qiz bola homilador bo'lib qolgan va bundan ham qizig'i qizlik pardasiga hech narsa qilmagan. Buni qanaqa qilib tushuntirsangiz bo'ladi? O'zbekistonda ginekologiya sistemasida nimanidir o'zgartirgan bo'lmasdim. Birorta SNG davlatida VPCH vaksinatsiya yo'q. Hozirgi kunda O'zbekistonda bepushtlikning asosiy sababi nimada? Hozir hamma telefonda, planshetda. Ishga boradi, uyga keladi, telefon qarshisida, televizor qarshisida yotib bo'ldi. Ayol, erkak pushtiga ta'sir qiladigan eng katta muammo bu noto'g'ri ovqatlanish. Gormonal sistema kechqurun uxlab turganda normal перезагрузка bo'lish uchun sharoit yo'q. Aytaman, chitmil mumkin, bir haftada bir marta mumkin. Полностью hisoblashab bo'lmaydi uni. Bitta rus blogeri 4-farzandini tug'gandan keyin o'sha akusher platsentasini ko'rib, sizda muammo bor deb diagnostikaga yuborgan va uni aniqlashganki, unda 4-darajali oshqozon raki. Aqliy faoliyat bilan shug'ullanadigan ayollarda organizmi namlovga ko'proq tuxumdonlar stradati qiladi. Bugungi suhbatimiz ikkita vrach orasidagi suhbat bo'ladi. Ochiqcha suhbatni ginekolog Qarabekova Hulkar Lutfullayevna bilan olib boramiz. Hulkar, rahmat kelganingiz uchun. Bugun menimcha juda ham qiziq mavzularni ko'taramiz ommaga. Aytingchi, o'zi nimaga ginekologiyani tanlagansiz? Ginekolog bo'lishimga sabab birinchi navbatda oyim ginekologlar, как потомственный ginekologman. Yoshligimdan ko'rib borganman bemorlarni, xursand bo'lib, minnatdorchilik bildirib kelgan bemorlar juda ham ko'p bo'lgan. Shu kasb menga yoqqanligi uchun, ayamni ishlari, odamlarga yordam berganini ko'rganim uchun qiziqqanman shu ishni davom ettirishga. Shuning uchun ginekologiyani tanlaganman. Aytingchi, sizni bemorlaringiz orasida shunaqa bemor bo'lganmi? Siz u uchun qayg'urib yig'lagansiz. Shunaqa holat bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Yig'lashgacha bormagan, lekin qayg'urgan bemorlarimiz bo'lgan. Shunaqa bemorimdan bittasi institut akusherstvada bemor kelganlar, o'qituvchi. Aytadilarki, 6tami 7ta farzandlari nobud bo'lgan. O'g'il bola, faqat o'g'il bola jinsidagi farzandlar nobud bo'ladi. 2ta qizlari bor. Orada 2ta abort qilganlar qiz bola bo'lganligi uchun ularga o'g'il kerak. Genetiklarga ko'rsatdi, genetiklar hech qanaqa muammo yo'q dedi. Ishladik, surunkali yallig'lanishda, defitsitlar, bularni hammasi bilan olib bordik. Karantinga to'g'ri kelib qoldi. 2 qat bo'ldilar, homilador bo'ldilar. UZIlarda, katta sroklarda aniqladik o'g'il bola. Ularni har oy chaqirardik, institut akushersiyaga Tashrobuldan kelardilar ko'rinishga. Shunaqa bo'lib qolgan, ularda kritiskiy sroklar bor. 22 haftada homila tushardi, 28 haftada homila tushardi. Tug'ilgandan keyin 2ta o'g'il bola, sog'lom tug'ilgan bolalar 2tasi nobud bo'lgan. Karantinga to'g'ri kelib qolgan. Ular uchun ataylab postlarga telefon qilib, o'sha Tashrobulga mashina yuborib, sanaviatsiya mashina yuborib, olib keltirib tekshirtirgan vaqtlarimiz ham bo'lgan. Haqiqatda butun institut bilan переживать qilganmiz, xavotir olganmiz-da ularni. Bo'ldi, karantin bo'lganligi uchun yo'qotib qo'ydim ularni, hech qanaqa xabar yo'q. Bilmaymiz nima bilan tugadi, farzand tug'ildi, nima bo'ldi. Qanchadir vaqtdan keyin telefon bo'lyapti, aytadilarki, Hulkar Lutfullayevna, hozir kelinimiz homiladordilar, uni manchigan dorilarni ichsalar bo'ladimi? Men aytdim, kim bu? Men Nodiraman, esladingizmi Tashrobuldan? O'g'lingiz tug'ildimi, yaxshimi? Ha, bugun birga to'ldi, bugun tug'ilgan kuni. Xursand bo'ldim, конечно. O'sha bemor uchun haqiqatda qayg'urganman. Juda bo'lgan. Keyin telefon qilib
boshqa bemor uchun как будто так и должно быть. Hmm. Да, уже birga to'ldi va там Esdan все chiqib хорошо, да, там ketgan. все hammasi joyida. Просто mana u kelinimizga mana shu o'zim ichgan dorilarni bersam bo'ladimi deganlarda, shu doktorga bora qolsinlar. Doktor bitta ko'rsin, agar to'g'ri kelsa ichsinlar deb aytganman. Shu bemor esimda qolgan. Mani amaliyotimda ham shunaqa bo'lgan. Amaliyot demasam ham hayotimda mani yaqin odamlarim uzoq vaqt, ikkita o'rtog'imda shunaqa bo'lgan. Uzoq vaqt homilador bo'lolmagan, shunaqa ham qayg'urishgan, lekin bir oz vaqt 3-4 yildan keyin homilador bo'lib tug'gandan keyin esidan chiqib ketar ekan. Qanchalik undan oldin bepushtlikni davolagani, qancha yig'laganlari esidan chiqib ketar ekan. Bo'ladi shunaqa. Qarang, sizni amaliyotingizda eng og'ir holat va bemorni eslay olasizmi? Bu qanaqa kasallik bo'lgan va nima bilan tugagan? 22 yosh qiz kelgan, turmushga chiqqan. 1 yil bo'lgan turmushga chiqqaniga oyisi bilan kelgan. Homilador bo'lish uchun bachadon yo'q, tuxumdon yo'q. U bemorga tibbiyotda yechim yo'q hozircha. Endi masalan chet ellarda surrogatniy materinstvo bor-da. Bola boqib olish mumkin. O'zbeklarda bunaqa narsa hali unga ruxsat ham yo'q, tayyor ham emas. Mana shu bemor kelib oyisi yig'lab ketganlar. O'zi bilishgan, что turmushga berayotganlarida bilishgan, что qizlarida bachadon yo'q. Lekin hali doktorlarga olib borishgan. Tuxumdonlari ular ko'rilgan vaqtda tuxumdonlarda ozgina zaxira bo'lganda, bitta ikkita follikullar bo'lgan. Uni olib muzlatib qo'yib, balki o'zini farzandini, ya'ni xo'jayini urug'i bilan urug'lantirib, bularni o'zini genetik farzandini qilib bersa bo'lardi. Ular bilishmagan. O'shaning uchun o'zini doktorini topishda, reproduktologni topish, aynan shu sohani mutaxassisiga borish ham juda katta ahamiyatga ega. Vaqt yo'qotilgan. U qizga hech qanaqa yordam bera olmaymiz. Psixologicheski, как ona sifatida, ayol sifatida mana shu qizga ham, onasiga ham juda ham bo'lganman. Qiynalganman-da, qayg'urganman. Mana shu 22 yosh, endi hayot boshlanadi. Demak, qarang, fertil yoshdagi qizlarga, ayollarga shunaqa vaziyatga duch kelmaslik uchun qanaqadir analizlarni topshirib turish kerakmi? Masalan, qiz bola hayz ko'rish yoshidan boshlab aynan mana shu analizlarni topshirish kerak degan. O'zi qiz bolalarni salomatligi haqida, bundoq organizmida hamma jarayonlar to'g'ri ketayotganligi haqida hayz sikli aytadi. Agar muntazam, regular har oy hayz sikli keladigan bo'lsa, demak bu qizda bo'lmang organizmda muammo yo'q. Gormonlari to'g'ri ishlaydi, tuxumdonlari to'g'ri ishlaydi. Qachon e'tibor berish kerak? Hayz kechikib kela boshladi, vaqtida kelmaydi, og'riq bilan keladi, qon juda ko'p yo'qotadi. Mana shunaqa qizlarda muammo bo'lishi mumkin. Buni oqibatida kamqonlik rivojlanadi, qalqonsimon bez muammolari boshlanadi. Eng birinchi navbatda qizi bor ayollarga maslahatim, hayz siklini so'rash kerak. Qachon keldi? Hali qizlari yosh, kalendar tutolmasligi mumkin. Ona o'zi qilish kerak shuni, o'rgatish kerak shu narsaga. Hayz siklida muammo bo'lmasa, prinsipi muammo bo'lmaydi. Muammo bormi? Eng oddiy analizlar umumiy qon tahlili. Umumiy qon tahlili ko'rsatadi. Gemoglobin qancha? Gemoglobini past qizlarda istalgan organ to'qimada kamqonlik, gipoksiya bo'ladi. Demak, u organ to'qimi yaxshi ishlamaydi. O'shaning uchun gemoglobin darajasini normaliga yetkazib olish kerak. Qalqonsimon bez funksiyasi biz endemik zonada joylashganmiz O'zbekiston. O'shaning uchun umumiy qon tahlili, qalqonsimon bez gormonlari, TTG, prolaktin, T3, T4, mana shular eng bazaviy analizlar. Keyin yana shikoyatiga qarab, muammoga qarab qo'shimcha analizlar buyurilishi mumkin. Keling, shu normani aytdingiz, norma haqida gapiraylik. O'zi necha yoshda kelish kerak, necha kun bo'lish kerak va masalan, o'sha qiz bola ham bizani ko'rib turib, voy, menda norma emas ekan deb o'zi ham onasiga ayta oladigan belgilarni ayta olasizmi? Odatda qiz bola kelganda oyisi bilan biz so'raymiz, oyisida necha yoshda boshlangan-da? Chunki bu juda ham muhim. Kimdadir 14 yoshda kelgani ham norma hisoblanadi. Kimdadir 15 yoshda kelgani ham norma hisoblanadi. Atak 12 yoshdan уже bizda hayz kelishi bu tabiiy jarayon hisoblanadi. 12 yosh va undan yuqori. O'shaning uchun
oyisida necha yoshda kelganligi muhim ahamiyatga ega. Qiz bolada 12 yoshdan kelishi fiziologik jarayon. 15 yoshdan kechikkaniimizda, sal kechikkan deymiz. UZIda, boshqa qon tahlillarida norma bo'ladigan bo'lsa, demak keladi. Sekin keyinroq keladi. Lekin hozir yana bitta narsa bor, polikistoz juda ko'payib ketdi. Yosh qizlarda ham semizlik holatlari juda ko'p uchraydi. Mana shu polikistoz holati, semizlik holatlari tuxumdonga ishlagani qo'ymaydi. Tuxumdonda tabiiy kechishi kerak bo'lgan jarayonlar bloklanadi. Ovulyatsiyada har oy yetilib yorilishi kerak, keyin hayz kelishi kerak 2 haftadan keyin. Shu jarayonlar buziladi, kechikib ketadi, cho'zilib keladi-da. 2 oyda, 3 oyda bir marta kelishi mumkin. Semizlik bor qizlarda odatda muammo bo'ladi hayz siklida. O'shaning uchun semizlik bormi? Bu albatta ovqatiga e'tibor berish kerak. Kun uyqu va kun tartibiga. Qancha kech uxlasa, bu organizm shuncha katta stress. Organizm stressda bo'lsa, prolaktin, kortizol oshadi, tuxumdonlarni bloklaydi. Tuxumdonlar normalni ishlolmaydi, o'zini fiziologik bosqichlarini bosib o'tolmaydi-da, ovulyatsiya bo'lmaydi. O'shaning uchun uyqu, uglevodlarni kamaytirish, kamroq ovqat yeyish, kamroq ovqat emas. Ratsionda to'g'ri mahsulotlarda, organizmga foydali mahsulotlar ko'proq bo'lishi kerak. Fast food, cola, fanta, sprite, shirinliklar qancha kam bo'lsa, shuncha yaxshi. Chunki ulardan organizmga deyarli foyda yo'q. Faqat energetik qanaqadir zaryad olishi mumkin, lekin foyda beradigan mahsulotlar emas. Shuning uchun oilaga onalarga maslahatim, farzandlarini kun tartibi, uyqu tartibi, ratsioni mana shu hayz sikli kalendarini nazorat qilsalar, kelajakda qizlari har xil muammolarga, o'sha bepushtlik yoki hayz siklida muammolar yoki umuman gormonal muammolarga duch kelmaydi. Yoshligidan agar shularga o'rgatib borsa. Rostdan ham juda ham yaxshi mavzuni chiqardingiz, olib chiqdingiz. Hozirgi kunda o'zi bolalarda, o'g'il bolalarda ham, qiz bolalarda ham semizlik kuzatilyapti va buning sabablaridan biri shu GMOlarning ko'payib ketganligi va bolalar to'g'ri ovqatlanmayapti. Va o'g'il bolalarda ham shu gormonal buzilishlar, testosteronning vaqtida yaxshi ishlab chiqarmasligi kuzatilyapti va bu rostdan ham dolzarb muammo. Qarang, yana bitta holatni men siz bilan gaplashmoqchi edim. Internetda ham o'qidim. Maktab yoshidagi qiz bola homilador bo'lib qolgan va bundan ham qizig'i, qizlik pardasiga hech narsa qilmagan. Buni qanaqa qilib tushuntirsangiz bo'ladi? Yosh bolalar odatda qo'rqadi. Полностью проникновение bilan aloqa qilishga, chunki hamma biladi, sizlarda qizlik pardaga tegish mumkin emas. Tashqariga bo'lgan bo'lishi mumkin-da, o'sha ichiga to'kmagan, tashqariga to'kilgan bo'lishi mumkin. Spermatozoid juda ham aktivniy hujayralar, juda ham aktivniy hujayralar. Tashqariga tushgani bilan ham pромежностьga tushgan bo'lishi mumkin-da. U ichkariga o'zini yo'lini topib kirib ketadi. O'shaning uchun bu faqat tashqariga qildi, ichkariga qilmadi degan narsa homilador bo'lmadi degani emas. Homilador bo'lishi mumkin. Chunki spermatozoid ichkariga yo'lini topib kirib ketadi. Lekin o'zi O'zbekistonda bu intim hayot haqida gapirish to'g'ri kelmaydigan narsa. Hali ham odamlar unga o'rganmagan. Hattoki ikkita dugona orasida ham gapirilmaydigan mavzular juda ham ko'p. Bulardan biri shu intim hayot, bepushtlik yoki boshqa qo'rqinchli diagnozlar gapirilmaydi. Keling, siz vrach sifatida shu yosh qizlarga qanaqa maslahat berardingiz? Ular xatoliklarga yo'l qo'ymasligi uchun keyinchalik, masalan, shu intim hayot haqida onasi bilan ko'proq gapirish kerakmi yoki ginekologiga aytish kerakmi? Bizda bu muammo har bitta odam o'zi boshdan kechirib o'tadi va hech kimga gapirmaydi buni. To'g'ri mavzu. Oqibatida juda ham ko'p muammolar yuzaga keladi. To'g'ri mavzu ko'tardingiz Shahnoz. O'zbekistonda подростковый ginekologlar ish yuritadi, ish olib boradi. Целый ular bor, dispanserlar bor, podrostklar bilan ishlaydigan, o'smirlar bilan ishlaydigan ginekologlar bor.
bu qiz bola bu mavzuni ko'tarib chiqishi uchun, aytish uchun oyisi bilan aloqasi yaxshi bo'lishi kerak. Chunki baribir qiz bolalar bilmaydi qayerga borish kerak. O'zi bu umuman bu mavzuni gapira olishi kerakmi, yo'qmi? Uni nimadir tanasidagi nimadir unga yoqmasligi mumkin ili ko'ziga boshqacha ko'rinishi mumkin. Bu tabiiy holat, chunki hali yosh bola, u ko'rmagan, bilmagan bu narsani. Shunaqa holatda onalar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar onalar qizi bilan muloqoti ochiq bo'ladigan bo'lsa, qizi bemalol qo'rqmasdan gapira olsa, onasi olib borsa bo'ladi. Yoki bo'lmasa maktablarda, mana biz bir paytlar chiqamiz maktablarga, tibbiy ma'ruzalar o'qishga. O'shanda qizlar kelib so'raydi, mana men bunaqa, shuni nima qilsam bo'ladi degan ma'noda. Menimcha savodxonligini oshirish uchun, tibbiy savodxonligini oshirish uchun ko'proq yoki leksiyalar, mana sizga o'xshab podkastlar qilib borish kerak, qizlar ham eshitsin. Chunki hozir Instagramda o'tiradi hamma baribir. Ko'p YouTube'da, telefonda mana shunaqa podkastlar ko'paysa, ular ham tushunadi. Что ginekolog, o'smirlar ginekologi bor, bu borish normalniy, qo'rqinchli emas bu. U hech narsa qilmaydi, просто gaplashadi, ko'radi. Muammosini eshitib, unga javob berishi mumkin. Qiynalib, o'rtog'i bilan gaplashib, uni qilib yurgandan ko'ra. O'shaning uchun bu narsani ko'proq ko'tarish kerak, menimcha. Onalar bo'libdanroq, hushyorroq bo'lish kerak. O'shanda qiz bolalar katta hayotga bemalol qo'rqmasdan qadam bossa bo'ladi. Muammolarsiz. Zo'r. O'zbekistonda ginekologiya sistemasida nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Yaxshi savol. O'zbekistonda ginekologiya sistemasida nimanidir o'zgartirgan bo'lmasdim. Chunki bizani sistema boshqa davlatlarga qaraganda ancha yaxshi ishlaydi. Chunki mana Qozog'istonda, Rossiyada, Qirg'izistonlarda malaka oshirishda bo'lamiz. Birorta SNG davlatida VPC vaksinatsiya yo'q. Bizda bor. Birorta SNG davlatida ayollardan papmazok olish, skrining yo'q. Bizda bor-da. Ayollarning salomatligi uchun o'sha bachadon bo'yni rakini olish programmasi bizda davlat miqyosida ko'tarilgan. Yoki bo'lmasam rak молочной железы, ko'krak bezlari saraton. Bu ham davlat siyosati darajasida ko'tarilgan. Spetsial mamograflar kelib ayollarni tushirib ketadi. Bu juda katta narsa. Bu почти eng rivojlangan davlatlarda ham yo'q. Bizda shu narsa bor. Bepulga VPC vaksinatsiya qilishadi qizlarga. Ayollardan rak shayki matkini oldini olish uchun skrining o'tkazishadi. Ko'krak bezlari saratonini oldirish uchun mammografiya skrining qilishadi. Men o'zgartirmagan bo'lardim, faqat bor mana shu imkoniyatlardan foydalanib, ayollarga aytadi, vaqtida o'tinglar shularni hammasidan. Vaqtida o'tish kerak. Beriladigan imkoniyatlardan foydalanish kerak. Bularning hammasini haqiqatda kasalliklarni oldini oladigan muolajalar. Foydalanish kerak shulardan. Yaxshi mavzuni ko'tardingiz. Bizani podkastimizni eshitib turgan ayollar bilmasligi ham mumkin. Necha yoshdan masalan VPC'ni qilish kerak, necha yoshda ko'krak bez saratonini oldini olish uchun diagnostika qilish kerak. Keling, shularga to'xtalib o'taylik. Ular qayerga borish kerak va necha yoshda? Poliklinika, oilaviy poliklinikalarda mana hozir bu yili 96-96-96-2006 tug'ilgan ayollar uchun tekinga papmazok analizlari olinib, o'tgan yili 95-85-2005 yil ayollar uchun olingan. Va shunaqa qilib har yili qaysidir qatlamdagi ayollar qamrab olinadi. Xo'p, agar siz bu yosh kategoriyaga to'g'ri kelmasangiz ham, lekin poliklinikalarda bemalol topshirishingiz mumkin papmazok. Poliklinikani o'zida ularni o'zi biladi, mammografiya uchun sayyor mammograflar kelib ketib tushirib yuradi. Ular biladi qaysi kun keladi-da. Foydalanish kerak bulardan. Oilaviy poliklinikalar yaxshi ishlaydi. Ozgina navbat ko'proq bo'lishi mumkin. Kutib qilish mumkin, chunki aholi ko'p bizada. Shuning uchun doktorlar katta nagruzka bilan ishlaydi poliklinikalarda, lekin ozgina navbat kutib, doktorning oldiga kirib, qachon kelishini, qayerga borish kerakligini bilib olib, bemalol borsa bo'ladi. Oilaviy poliklinikaga murojaat qilsa, tekinga tekshirib qo'yadi. Juda ham zo'r. Yaxshi ham aytdingiz, ko'pchilik bilmasligi mumkin. Keling, keyingi temaga o'taylik. Qarang, O'zbekistonda 38 million aholi bor va uni yarmidan ko'pi yoshlardan tashkil topgan. Bu degani bizda tug'ruqlar soni juda ham yaxshi. Va shunga qaramasdan bepushtlik muammosi ham bor va ko'pgina oilalar buzilib ketyapti bolasi bo'lmagani uchun.
Hozirgi kunda O'zbekistonda bepushtlikning asosiy sababi nimada va bunga ko'proq ayollar aybdormi yoki erkaklarmi? Va hozirgi kunda bepushtlikni oldini olish uchun innovatsion metodlardan qaysilaridan foydalanyapsiz? Mhm. Bepushtlik hozirgi kunda ham ko'paygan, ham yoshargan O'zbekistonda. Avval biz aytardik, bepushtlikmi? Ko'pincha ayol davolanardi, ayolda muammo bo'lardi. Hozir 50%, hatto undan sal ko'proq ham erkaklarga bog'liq bepushtlik. Erkaklar bepushtlik shu darajada ko'pki, judayam ko'p. Masalan, qabulimga bepushtlik bilan kelgan ayollarni, juftliklarni teng yarmi erkaklar bepushtligi. Judayam yoshargan, ko'paygan erkaklar bepushligi. Sabablaridan birinchisi gipodinamiya. Ya'ni kam harakatlilik. Kam harakatlik. Hozir hamma telefonda, planshetda, ishga boradi, uyga keladi, telefon qarshisida или televizor qarshisida yotib bo'ldi. Peshkom, piyoda yurish yo'q, sport zalga chiqadi kimdir, lekin aksariyat yigitlar sport zalga chiqib shug'ullanmaydi или хотя бы o'zi ham shug'ullanmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, siz bilan boya ozgina gapirib o'tib ketdik, semizlik, noto'g'ri ovqatlanish. Eng katta muammo, ayol erkak pushtiga ta'sir qiladigan eng katta muammo bu noto'g'ri ovqatlanish. Shakar shu miqdorda ko'pki, shu darajada ko'pki, erkakni ham ayolni ham pushtiga yomon ta'sir qiladi. Uglevodlar juda ko'p ratsionimizda, judayam ko'p uglevodlar. Erkaklarning orasida ham, yosh yigitlarning orasida ham semizlik ko'payib boryapti. Bular hammasi aytganimdek pushtiga yomon ta'sir qiladi, bloklaydi. Spermatogenezni ham, ya'ni erkaklarda urug' ishlab chiqarishni ham, ayollarda ham ovulyatsiyani, ya'ni normal tuxum hujayra yetilib yorilish, bu jarayonlarni bloklaydi. Stress. Hozir umuman telefonni ochsangiz ham hamma joyda yoki urush yoki qanaqadir muammo yoki televizorda ham stressivoy, ya'ni odamni qayg'uga soladigan, asablarini taranglashtiradigan ma'lumotlar juda ham ko'p. Judayam ko'p ma'lumotlar. Pul ishlash kerak, oilasini boqish kerak. Qiyin hozirgi yoshlarga. Katta shaharlarda hayot juda ham jadal kechadi. Mana bunaqa svetlar ham juda ham ko'p. Kechqurun uxlaganda ham hamma joyda svetda. Gormonal sistema kechqurun uxlab turganda normal перезагрузка bo'lish uchun sharoit yo'q. Stress, telefon, gadjetlar, svet juda ham ko'p. Ovqatda слишком углевод ko'p. Kam harakatlik, kam harakatlik. Bular hammasi qayerda nima muammo bo'lsa, ya'ni agar o'sha juftlikda reproduktiv sistemada muammo bo'lsa, o'sha yerga borib ta'sir qiladi. Kimnidir jigari, oshqozon, ichakda muammo bo'lsa, imенно borib o'shani zararlaydi-da. Shuning uchun bepushtlik bundan keyin yana ham ko'payadi. Chunki plastik juda ham ko'p, uglevodlar juda ham ko'p, kam harakatlilik bu yana ham ortadi. Shuning uchun o'ylaymanki, bepushtlik bundan keyin kamaymaydi, ortsa ortadiki, lekin kamaymaydi. Agarda siz Sog'liqni saqlash vazirligida ishlaganingizda, mana shu sistemalarni bilib turib, nimani qo'llagan bo'lardingizki, shu muammolarni oz miqdorda ham yechimini topish uchun, shu yoshlarga yordam berish uchun? Qarang, mana chet elida ko'p bo'lamiz. Masalan, Emirat misolida oladigan bo'lsak, Emiratda shirinliklarni reklamasini qo'ygandan keyin ketidan обязательно albatta aytib o'tiladi, saharniy diabetga, qon tomir kasalliklariga olib keladi deb. Просто так там qanaqadir soklar, choylarni reklamasiga обязательно stanov ketadi. Stroka. Mana shu ko'p miqdorda iste'mol qilish qon tomir kasalliklari, diabetlarga olib keladi degan. U yerda odamlarda agar shu haqda ma'lumot bo'lsa, shu katta miqdorda iste'mol qilish haqiqatda inson salomatligiga zarar keltirishni bilganda, manimcha odamlar ham постоянно mana shunaqa zararli mahsulotlarni iste'mol qilmagan bo'lardi. Bu ko'pincha ma'lumot yo'qligidan, neinformirованность natijasida shunaqa bo'ladi. Hozirgi mavzumizni bitta qisqa qilib aytganda, agarda mana yosh yigit qizlar uylanishdan oldin harakatni boshlasa,
Chunki bizda O'zbekistonda uylangandan keyin, turmushga chiqqandan keyin darrov homilador bo'lish kerak degan qoida bor. To'g'ri. Bu ham manimcha noto'g'ri. Lekin shularni bilib turib, hali uylanishdan oldin bunga tayyorlanish kerak. Ya'ni sport bilan shug'ullanish kerak. Agar Albatta. sog'lom bola xohlasa. To'ppa-to'g'ri. Ovqatlanishidan butun junk food Junk food. А, Musirni да. yedi deymiz biz. ovqatlanishdan butunlay junk foodni olib tashlash kerak va gormonal sog'ligini tiklash kerak, defitsitlarni qoplash kerak, shirinliklarni yo'qotish kerak va stressni to'g'irlab, uyqularni to'g'irlash kerak. Manimcha bu holatda bepushtlikni oldini olgan bo'lardik. To'g'ri. Organizm mukammal yaratilgan. Agar stressli holatlar uni ish faoliyatiga buzadigan narsalar bermasa, organizm o'zini o'zi tiklay oladi. Shunaqa. Faqat man bu umuman fast food, kolalarni chiqarib tashlab bo'lmaydi. Хотя бы haftada bir marta qoldirsa ham, bayramlarda, aytaman, cheat meal mumkin, bir haftada bir marta Mana mumkin. shunaqa deyman. Полностью olib tashlab bo'lmaydi uni. Bir haftada bir marta mazza qilib yeying, mumkin. Xohlagan narsangizni yeng. Lekin ertasi kuni o'shani ikki hissa ko'proq sport bilan shug'ullanib berasiz. 1 soat yursangiz 2 soat yurib berasizda. Shunaqa. Sport zalga 1 soat boradigan bo'lsangiz, kardioni ko'proq qilib berasiz deyman. Chunki полностью yo'qotib bo'lmaydi buni. Albatta, Da. bu hayotingizga kirib bo'lgan Kirib narsa. bo'lgan. Mana o'zimni bemorlarimga aytamanki, masalan, sizni holatingizga qarab, agar insulin rezistentlik juda ham chuqur holatda bo'lsa, mayli shu 6 oy butunlay keching, keyin to'g'irlagandan keyin sekin-sekin qo'shib qo'shsa bo'ladi. butunlay busiz yashab bo'lmaydi hozirgi kunda. Siz preventiv vrachsiz, biz birga o'qiganmiz preventiv yo'nalishda, birgalikda shu sababdan ham biz tanishmiz. Yaxshiyam shu o'qish borki, mana shunaqa yaxshi odamlar bilan, insonlar bilan tanishman. Juda ham xursandman. Qarang, shu preventiv metodlarni siz o'zingiz sohangizda qo'llayapsiz. Men buni haqida juda ham ko'p eshitaman. Ayni bepushtlikda qaysi preventiv usullarni qo'llaysiz? Eng oddiy usullardan biri uyqu. Uyquni normallashtirish istalgan yoshdagi ayollar uchun eng oddiy, lekin eng samarali davo usuli bo'lishi mumkin. Oddiy uyqu, ya'ni kechqurun 9-10 da yotish, bu butun gormonal sistemani перезагрузка qiladi. Ertasi kunga gormonlaringiz normalniy o'sha idealniy holatda uyg'onasiz. Qancha kech yotsangiz, shuncha gormonal sistemaga nagruzka bo'ladi. Mana eng oddiy usullardan biri, maslahatlardan biri uyqu. Kursda boshlangandan beri gapiramiz, fast foodlarni, kola, fanta, sprite, shakar, uglevodlarni qancha kamaytirsangiz, organizmga qancha ko'p vitaminlarga, minerallarga boy mahsulotlar bersangiz, shuncha organizm minnatdor bo'ladi, yaxshi ishlab boshlaydi. Haqiqatda ko'ramiz. Tuxumdonlarida tuxum hujayralari, masalan, lecheniya yozib yuboramiz, ovqatlanish tartibi, yurish kerak deymiz, pishqom yuring har kuni 10 ming qadam, 15 ming qadam. Keladi, ayolni ko'rganda o'zida tuxumdoni, 3 oy avvalgi tuxumdon bilan hozirgi tuxumdon yer bilan osmoncha farqi bor. Ko'ramiz, haqiqatda ko'ramiz shu narsani biz. Preventiv meditsina o'zi nima? Bu kasallikni oldini olish. Ya'ni kasallik bo'lishidan oldin beriladigan maslahatlar. Mana shu maslahatlarni shart emas qanaqadir 10 talab, 20 talab dori ichish. Eng oddiy narsalardan uyquni to'g'irlash, ovqatni tartibga solish, kundalik hayotga умеренная физическая нагрузка deymizda, ozgina sport qo'shish bilan ham katta natijalarga erishish mumkin. Qarang, oxirgi yillarda eko usuli juda ham mashhur bo'lib ketdi, ayniqsa O'zbekistonda ham. To'g'ri. Bitta rus blogeri 4-farzandini tug'gandan keyin o'sha akusher platsentasini ko'rib, sizda muammo bor deb diagnostikaga yuborgan va uni aniqlashganki, unda 4-darajali oshqozon raki diagnostikada aniqlangan. Bilishimizcha, u 4-farzandini eko orqali usulida tug'gan, homilador bo'lgan. Shuni bog'liqligi bormi onkologiya bilan ekoni? Chunki oxirgi kunlarda juda ham ko'p mulohazalar eshityapman, buni to'g'ridan-to'g'ri bog'liqligi borligi haqida. Eko protokolga juftlikni olishdan oldin analizlar ro'yxati bor. O'sha analizlar va tekshirish shart bo'lgan protseduralar bor. Agar albatta sut bezlari tekshiriladi ayolda, uji, ichki organlari hamma joyi, qon tahlillari, biokimiyalar. Bizda bo'lgan shunaqa 2 ayolda bittasida bachadon bo'yni rakini topganmiz ekodan oldin.
Yana bitta ayolda sut bezi saratonini topganmiz. Ekodan oldin hali hech qanaqa eko boshlanmagan. Tayyorgarlik tekshiruv bosqichini o'zida yo'q. O'shaning uchun ekoga hamma protokollarni to'g'ri qilgan holatda, tekshiruvlardan o'tgan holatda boradigan bo'lsangiz, bo'lmaydi sizda hech qanaqa onkologik muammolar. Chunki eko qilmagan ayollarda ham onkologiya uchraydi. Onkologiya hammasi eko qilgan ayollar emas-ku, to'g'rimi? Tekshirilmagan ayollarda nimanidir tekshirmasdan o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, eko onkologiyani yangi onkologiyani olib kelmaydi. Borini uyg'otib yuborishi mumkin. Chunki gormonal stimulyatsiya bo'ladi. Xuddi shunaqa oddiy homiladorlarda ham organizmda juda ko'p miqdorda gormonlar ishlab chiqariladi. Oddiy ayollar, eko bo'lmagan ayollarda ham homiladorlik vaqti qanaqadir eko protsesslar ishlab ketishi mumkin. Eko emas, onkologik protsesslar avj olib ketishi mumkin. Chunki gormonlar o'stiradigan xususiyatga ega. Shuning uchun ekodan keyin, eko natijasida onkologik muammolar bo'lmasligi uchun tekshiruvlarni o'tishni o'zi kifoya qiladi. Shuni to'liq o'tsa, bu oldini olgan bo'ladi. Mana shu ekoni qiladiganlar ham ko'p hozir va uni orqasidan farzand ko'radiganlar ham ko'p, lekin skeptik nazar bilan qaraydiganlar ham bor. Qarang, mana shu eko qilishdan oldin kimga mumkin, kimga mumkin emas eko, shularni ayta olasizmi? Eko absolyutni mumkin emas degan faqat onkologik patsientlar bo'lishi mumkin va ekoni turlari ko'p. Masalan, tabiiy sikldagi eko bor. Bunda hech qanaqa gormonal stimulyatsiya qilinmaydi. O'zida tabiiy o'sayotgan follikular olinadi. Bu deyarli qarshi ko'rsatma yo'q. Bunaqa agarda hattoki ayolda qanaqadir muammo bo'lsa ham organizmida, masalan, gormonal stimulyatsiya qilish mumkin emas. Tabiiy sikldagi eko qilib ko'rsa bo'ladi. U xuddi o'zingizda o'sayotgan follikulni tashqariga chiqarib olinadi, bo'ldi. Tashqaridan hech qanaqa gormonlar berilmaydi. Absolyutno tabiiy jarayonda qanaqadir o'sma protsesslar qarshi ko'rsatma bo'lishi mumkin. Qon kasalliklari qarshi ko'rsatma bo'lishi mumkin. Yana o'zi biz terapevtlarga yuboramiz. Обязательно terapevtni spravkasi bilan keladi. Eko homiladorlikka qarshi ko'rsatma yo'q degan. Terapevtlar относительно qanaqadir противопоказаниялар berishi mumkin. Jigarda muammo bo'lishi mumkin, chunki gormonlar detoksi jigardan o'tadi. Jigar yaxshi ishlamasa, gormonlar yig'ilib qolishi mumkin organizmda. Shuning uchun absolyutni qarshi ko'rsatmalar bor, qanaqadir o'sma kasalliklar, qolgan hammasi относительный. Tushunarli. Menopauza ham juda ham qiziq mavzu. Men bilamanki, siz shu menopauzada, premenopauzada gormonal terapiya bilan shug'ullanasiz. Hozirgi kunda menopauza yosharib ketdimi yoki mana shunaqa tuyulyaptimi? Tanishlarim bor, mana hali 40 yoshga kirishmagan ayollar, lekin premenopauzal simptomlarni kuzatilyapti. Lekin bu degani qarang, hayz ko'rish o'zi tuxumdonlarda rezervga qarab qanchalik tuxum hujayralari tugab qolsa, shunda hayz ko'rish to'xtab qoladi. Lekin buni tezlatadigan omillar bormi? Nimaga bunaqa yosharib ketdi? 2020-yilda Covid. Mana shu Coviddan keyin umuman butun insoniyat o'zgardi desak bo'ladi. Chunki Covid inson organizmini umuman boshqatdan o'zgartirdi. Eritrotsitlar absolyutno hamma hujayralar, hamma to'qimalarga ta'sir qildi. Coviddan keyin ayollarda ko'p ko'ramiz, endi autoimmun afarit deydi. O'zidan o'zi tuxum hujayra zaxirasi kamayadi, ayollarning tuxumdonlari yaxshi ishlamaydi, gormonal fon yaxshi emas. Men birinchi navbatda aytaman, Coviddan keyin bu yana ataylab qizlar keladi, ayollar keladi. Yosh 35 yosh, 33 yosh tuxumdonlarni ko'rsangiz, bitta ikkita follikul so'rayman, Covid bo'lganmiz? Juda ham kuchli Covid bo'lganman deydi. Judayam kuchli Covid bo'lganman deydi. O'sha hid bilmasdan 3-4 kunlab temperatura qilib, uzoq Covid bo'lganman deydi. Covid mana hozirgi kundagi yosh qizlarda Covidni oqibati deylik, bir 70-60%. Qolganlarida bu stress. Bu stress. Hozirgi ayollar juda ham aktivniy, sotsial aktivniy ayollar. Ham ishda, ham uyda,
o'ziga judayam ko'p funksiyalarni olgan, judayam vazifalarni ko'p bo'yniga olgan, charchatadi ayollarni bu. Organizmni judayam tez qaritadi, charchatadi. Bemorim bor shunaqa hozir 33 yosh, institutda kandidatskiy qildilar. Ikkita bolalari bor, ikkita bolalari bilan kechqurun 12-1gacha dars qiladilar. Qaynona-qaynota bilan turadilar, har kun 2-3 mahal ovqat pishiradilar. Hamma joyda idealniy bo'lishlari kerak. O'zingda ko'ryapman, tuxumdonda folliku yo'q. 33 yoshda. 33 yosh. Keyin sekin so'radim, operatsiyalar bo'lmaganmi? Yo'q, bo'lmaganman. Hayz ko'rish qanaqa? Qizim yopsimi? Hulkar opa, shuni aytmoqchi edim, qiziyman deydi. Bo'ldi, qari bo'lgan tuxumdon. Уже zaxirasi tugab bo'lgan. Ana ularda stress, xronический stress, juda ko'p vazifani bo'yniga olgan. Ham umственная nagrузка. Mana bir xil aytadi, qishloqda ayollar ertalabdan kechgacha ishlaydi, kasal bo'lmaydi. Ularda umственная nagrузка yo'q. Eng qiyin ish bu umственный ish. Mana bu fizический ish, ishlaysiz, kechqurun bitta uxlab turasiz, bo'ldi. Последствияsi yo'q uni. Qildingiz, shuni tugatasiz, ketasiz. Умственный ish, умственная nagrузка, asabga keladigan nagrузка. Mana shunaqa institutlarda ishlaydigan o'qituvchilar, umственный aqliy faoliyat bilan shug'ullanadigan ayollarda organizmi namnoga ko'proq tuxumdonlar stradать qiladi. Qo'y, judayam menga katta yangilik aytdingiz. Mana shunaqa bemorda nima qilasiz endi? Mana shu 33 yoshli bemoringizni nima qilasiz endi? Endi ular faqat menopauzalni zamestительный gormonal terapiya deymiz. Ular tuxumdoni o'zini ayollik gormonlarini ishlab chiqarmaydi, estrogen, progesteronlar yo'q. O'shaning uchun tashqaridan beramiz. Tashqaridan beramiz. Hozir yana meditsina, tibbiyot shunchalar oldinlab ketganki, man sizdan chiqadigan gormonlar bilan beidentikniy, xuddi siz bilan mani gormonimga o'xshagan gormonlar tashqaridan beriladi. Ya'ni ularni sintetik emas, organizmga tushganda retseptorlarni o'zgartirmaydi-da, qaysidir borib to'qimalarni o'zgartirmaydi. Sizda estrogeningiz qanday ishlasa, u ham xuddi shunaqa ishlaydi. Hozir shunaqa estrogenlar bor, gellar, mazlar, shularni yordamida ayolni sog'lig'ini tiklab yordam berib turamiz. Chunki ayollarni nazokati deymiz-ku, женственность, energiyasi, kuchi, bular hammasi estrogen. Estrogen bo'lmadimi, mana menopauzdan keyin ayollar резко qariydi. Bilsangiz, резко qariydi. Kayfiyat yo'q, постоянно asabiy, kuchi yo'q, chunki estrogen yo'q. Ularga kuch berib turgan gormon yo'q. Men yaxshi ko'raman mana shunaqa qatlamni perimenopauzadagi ayollarni, chunki ular bilan hech kim shug'ullanmaydi. Borsangiz, hozir shunaqa vaqtingiz, shunaqa bo'lib o'tib ketadi, o'tib ketmaydi. Ular bilan shug'ullanish kerak, ayollarga yordam berish kerak. Chunki mana 12 yoshdan boshlab hayz ko'rsa, to o'sha 40-45 yoshgacha har doim tuxumdon estrogen ishlab chiqargan. Bir kunda shundoq yo'q bo'lib qolsa, stress bu organizm uchun, qon tomirlar uchun stress, asablar uchun stress, umuman butun organizm sistema uchun stress. O'shaning uchun ayollarni perimenopauza tashlab qo'yish kerak emas, shug'ullanish kerak ular bilan. Gormonlardan qo'rqadigan ayollar juda ham ko'p. Aytaman, qo'rqmang, xuddi o'zingizdan chiqadigan gormonga o'xshaydi deyman, qo'rqadi. O'shanaqalarga tabiiy giyohlar bilan ham yordam bersa bo'ladi-da. Yeydigan ovqatlari, masalan, fitoestrogenlarga boy mahsulotlar bor. Hatto o'shalarni iste'mol qilsa bo'ladi. Ulardan bittasi lion seminalina to'ppa-to'g'ri. Mana shu necha yoshda o'zi normada menopauza bo'lishi kerak ayollarda? Bu siz qancha o'zi aytamiz 50 yoshga yaqinroq, 45 yoshdan keyin 50 yoshga yaqinroqda bo'lishi kerak. Masalan, 10 yil avval aytardik 50-52 yoshdir. Shunaqa Da, 10 yil avval 50-52 yoshdirdik. Hozir ancha yosharib surilib, granitsalar sal yosh tomonga surilib boshlagan. Endi 48 yosh, 50 yoshni tagida o'sha ayollarda hozirgi masalan, siz bilan bizani yoshimizdagi ayollar bizada zaxira tezroq tugashi mumkin. Masalan, bizdan 10 yosh, 15 yosh katta ayollar sal 50 yoshgacha yetib borishi mumkin. Bizani yoshimizdagi ayollar ular yana ham tezroq qaraydi. Bizdan keyingilar undan ham tezroq qaraydi. Yana nima uchun bilasizmi? Tug'ruqlar kam. Tug'ruqlar kam. Ayol tuqqanda, homilador bo'lganda, emizganda tuxumdoni dam oladi, ishlamaydi. Ya'ni ayolda zaxira ishlatilmaydi. Tuxum hujayralar shundoq turadi. Ayol qancha ko'p homilador bo'lsa, tug'sa, tuxumdonlar shuncha dam oladi degan. U yana shuncha 50 yosh undan oshiqqa ham yetib boradi. Chunki bizani
mana buvilarimiz 55 yoshlarda ham Shunaqa. bilamiz, что sikllari kelib yurardi. Ular chunki ko'p tuqqan, tuxumdonlar ko'p dam olgan, homilador bo'lganlar. Hozirgilar 2ta, 3ta tug'adi maksimum. Agar masalan 40 yoshga yaqin tug'ish ham yordam beradimi menopauzani cho'zish uchun? Yo'q, bunaqa narsa yo'q. Sizga ishlamaydi? Yo'q. Endi agar menopauzani cho'zishga yordam bermaydi. Agar siz o'zi sog'lom turmush tarzi olib borsangizda, unda 40 yoshga yaqin tug'ishni o'zini asoratlari bor. U uchun siz prям organizmingizni, taningizni maksimal darajada tayyorlashingiz kerak 40 yoshdagi tug'ruq uchun. 40 yosh katta nagruzka ayol organizmi uchun homilador bo'lish. O'shaning uchun undan ko'ra 40 yoshda homilador bo'lib, tug'ib, menopauzasini cho'zgandan ko'ra boshqa usullar bilan menopauzaga sog'lom, sal keyinroq yetib borsa bo'ladi. Masalan? Masalan, sport. Masalan, uyqu. Mana oddiy narsalar. Oddiy narsalar, lekin bemorlarga yoqmaydi. Ularga dori bering, dori ichsinda o'zini bo'ynidan mas'uliyatni olib tashlasin. Man kola ichveraman deydi, hech narsa qilmaydi. Undan ko'ra dori yozib bering, undan ko'ra deydi. Erta uxlash xohlashmaydi. 1 soat, 1,5 soat sport bilan shug'ullanish xohlashmaydi. Mana bu narsa haqiqatda sog'lom olib keladi ayolni menopauzaga. Vaqtini cho'zishi mumkin, menopauzagacha bo'lgan vaqtni. Zo'r va eng asosiysi stress. Ayollarni gormonal tarzda o'ldiradigan stress. Man hozirgi paytda mashhur bo'lgan Threads, o'shani o'qib turaman. To'g'ri aytdimmi? Terms deb yozishadi. Threads deymanmi? Не знаю как, если честно. Ishqilib o'sha post ko'rdim yaqinda. Har bitta kasb egasi o'zini xatoliklarini yozadi. Masalan, pedikyur qiladigan mutaxassis yozyaptiki, agar qanchalik ko'p pedikyur qilsangiz, shunchalik ko'p oyog'ingizdagi teri yomonlashadi. Ya'ni doim pedikyur qilishingizga to'g'ri keladi. Ikkinchi mutaxassis, u ofitsiant, aytayaptiki, bitta sekret bor, buni ko'pchilik bilmaydi. Free zakaz qilishadi. U free odamni oldiga, zakazchik oldiga borguncha uni ustida 4 odam yeb ko'rgan bo'ladi. Xuddi shunaqa tarzda siz o'zingizni sohangizda qanaqadir shunaqa sekretlarni ayta olasizmi? Hech kim bilmaydi. Faqat siz bilasiz, ginekologlar bilishadi. Bitta mavzu bor. Bemorlarga aytib charchadim, doktorlarga ham aytib, bacha eroziya bor ekan deb bachadan bo'ynini kuydirishadi. Tegish kerak emas. Agar mana yanachi eroziya bor ekan deb kuydiradi-yu, analiz olmasdan kuydirib qo'yishadi. Просто profilaktik osmotrga borgan bemor eroziyang bor ekan deb kuydirib tashlashadi uni. U eroziya bizda zona transformatsiya, u bizga ko'rinib turgani yaxshi. Agar rak rivojlanadigan bo'lsa, o'sha yerda rivojlanadi. Biz ko'rib turamiz, sheykani ko'rganda aniq aytishimiz mumkin-da, bu sheyka normal. Eroziyada agar sitologiya, mazoklar normal bo'ladigan bo'lsa, papilloma virus bo'lmasa, boshqa infeksiyalar bo'lmasa, unga tegish kerak emas. Eroziya bu variant norma. Eroziya degan diagnozni o'zi yo'q, ektopiya u. Mana shuni kuydirish menimcha eng katta xato. Agar sizda haqiqatda sitologiyada rak oldi holati qo'yilgan bo'lsa, uni davolab natijaga erishmagan bo'lsangiz, undan keyin kuydirishmi, konizatsiya kesib tashlashmi, undan keyin birorta bir davo taktikasini tanlashingiz mumkin. Lekin shundoq kelgan bemorni eroziya bor ekan deb kesib tashlash bu eng katta xato. O'sha ginekolog lekin charchashmaydi shuni qilib. Bitta ektopiya ko'rishdim, bo'ldi eroziya deb kuydirishadi. Juda ko'p holatda kuydirib tashlashadi. U tegish kerak emas unga. Infeksiya bo'lmasa, papilloma virus bo'lmasa, sitologiya normal bo'lsa, bu variant norma. Sheyka o'zi shunaqa, tug'ruqlardan keyin bo'lgan bo'lishi mumkin, ochilib qolgan bo'lishi mumkin-da. Или o'zi gormonal fon hisobidan shunaqa ektopiya, zona transformatsiya tashqariga chiqqan bo'lishi mumkin. Shuning uchun tegish kerak emas. Agar tushunmasa, bilmasa nima qilish kerakligini, bu kuydirish eng oxirgi davo usuli. Zo'r. Yaxshi. Bu ko'rsatuvdan keyin har bir ayol qilishi kerak bo'lgan 3 ta narsa nima? Bilasizmi? Mana oxirgi paytlarda bemorlar keladi, istashonniy, energetически istashonniyda. Ayolga ayol kerak. Ya'ni o'rtog'izmi, opangizmi, singlizmi, oyingizmi da har 2 haftadami, 1 oydami
borib mazza qilib gaplashish kerak. Prям mazza qilib shunaqa o'zi odamlaringiz bo'ladi-da, o'zingiz ham bilasiz Shahnoz. Bordir shunaqa o'rtog'ingiz bordir. Xohlagan gapingizni gapirasiz, yig'laysiz, kulasiz, istalgan mavzungizni gapirib ko'nglingizni ocha olasiz-da. Mana shunaqa o'rtog'ingiz bilan bir oyda bir marta yoki haftada bir oyda 2 marta ham ko'rishib gaplashib turish kerak. Ayol energiyaga to'ladi. Energiyaga to'lgan ayol uyda ham kayfiyati yaxshi, ishda ham kayfiyati yaxshi, bolalarni ham istalgan injiqliklarini ko'taradi, xo'jayinni injiqliklarini ko'taradi. Ayollar ko'proq energiyaga to'lishi kerak. O'shanda ayol baxtiyor bo'lsa, oila ham baxtiyor bo'ladi. Shuning uchun o'zingizda yaxshi ko'rgan o'rtog'ingiz bo'ladigan bo'lsa, bir oyda bir marta yoki 2 marta ko'rishib, mazza qilib 3-4 soat gaplashib, quchoqlashib, shunaqa kofe ichasizmi, kino ko'rasizmi, shunaqa energiyaga to'lib olish kerak ayollar. Ancha sog'lom bo'ladi. Ancha sog'lom bo'ladi-da. Ayolga juda ham ko'p energiya beradi. Aynan shu ayollar guruhida bo'lib ko'rishib turadigan, kommunikatsiya qiladigan o'rtoqchiliklar bu aynan ekologik o'rtoqchilik. Bu juda ham ko'p energiya beradigan narsa. Mazza qilasiz. U shunaqa kayfiyatingiz yaxshi bo'ladi. Sizga yetadi, bir 2 haftagacha ham yetadi o'sha narsa. Sizni boshladingizmi, energiyangiz kamaydi. Ruxsat so'rash kerak. 3 soat, 4 soat ishlama qilmaydi. Uyda oshxona, bolalar ishlama qilmaydi-da. 3-4 soatga chiqib kelsangiz agar gaplashish kerak, shuni uydagilarga tushuntirish kerak, ruxsat olib borib kelish kerak. Juda ham zo'r maslahat. Minglab ayollar sog'ligini buzadigan xatolik nimada O'zbekistonda? Minglab ayollar sog'ligini buzadigan xatolik organizm signal beradi. Istalgan organizm signal beradi. Soch to'kilib boshlaydi, uyqusi yaxshi bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam charchoq bo'ladi, o'zini eshitmaslik. Organizm signal berganda quloq solish kerak o'ziga. Nimadir sezdingizmi, uyda yurmang, doktorga bittagina chiqing, ko'rsating. Qoningiz kamdir, temir preparati ichsangiz ko'tariladi, yaxshi bo'lasiz-da. Yoki qalqonsimon bezda muammo bordir. Simptom sezdingizmi, o'zingizni eshitishni o'rganing. Doktorga borish kerak, ko'rsatish kerak albatta. O'zicha o'zi o'rtog'i aytgan, dugonasi aytgan, Instagramda ko'rgan narsani emas. Shifokor bilan yuzma-yuz gaplashish kerak. Shifokor ko'rsin sizni, terilaringizni ko'rsin, sochingizni ko'rsin-da. Umuman nima shikoyatingiz bor, shularga quloq solib, imенно sizga to'g'ri keladigan maslahatni bersa, sizga to'g'ri keladigan vitaminlarni bersa, natija zo'r bo'ladi. Minglab ayollar qilmaydigan ish bu o'sha o'zi tanasi beradigan signallarga quloq solmaslik. Zo'r, juda ham zo'r javob bo'ldi. O'zingizni, qizingizni bizning raddom va akusher ginekologlarga ishonarmidingiz? Albatta. Mani kursdoshlarim bor. Men bilan birga o'qigan, mani hamkasblarim bor, men bilan birga ishlagan. Chet elda ham emas, o'sha eng qimmat roddomda ham emas, o'zimizda o'sha istalgan muolajani-da qildirgan bo'lardim. Chunki mana bemorlar keladi, aytadi menga, ayolimda mana bunaqa muammo ekan, shuni Tursiyaga borib davlat kelmoqchiman deydi. Nima qiladi Tursiyaga borib? O'zimizda undan ham o'sha jahon miqyosida haqiqatda yaxshi ishlaydigan shifokorlar bor. O'sha qolishmaydi turetskiy shifokorlardan, или yevropeyskiy shifokorlardan-da. Shart emas qayergadir borish. O'zimizda ham yaxshi spesialistni topsangiz, bor shunaqalar. Faqat topish kerak. Zo'r, rostdan chet eldagi odamlar bizga davolanishga kelyapti. Agar bu intervyu yordamida hech bo'lmasa bitta ayolga yordam bergan bo'lsak, demak biz to'g'ri yo'ldamiz. Rahmat sizga, Xulkar, juda ham mazza qildim o'zim ham siz bilan gaplashib. От вас исходит такая теплая энергетика, ваш голос такой успокаивает. Rahmat kelganingiz uchun. Men o'ylaymanki, juda ham foydali podkast bo'ldi. Tez kunda albatta hamma ko'radi buni. Rahmat Shahnoz, sizga ham taklif uchun. Shunaqa suhbat podkast, oti ham chiroyli. Shunaqa o'zbekona, shunaqa gрамотный, chiroyli nom topibsizlar. Ishlaringizga rivoj tilayman. Yana ham ko'proq mana shunaqa podkastlar ko'paysa, aytdim-ku, qizlar ko'radi, хотя бы ma'lumotga ega bo'lsa, muammoni hal qilish osonroq bo'ladi. Shuning uchun sizga ham rahmat qilayotgan ishingiz. Мне так понравилось. Спасибо.